Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Xudo o'zing saqlagin. Xo'p. Tushunib oldingmi? Assalomu alaykum akalar. O'sha Rishtonni qudug'imizdan yana. Xudo xolasa qudug'imiz 100 metr bo'ldi akalar. Bugungi kunga sana 6-yanvar. Lekin suvdan dara yo'q. 100 metr ko'yladi, hali suvdan dara yo'q. U borgan sari o'zi chuqurlashib ham ketyapti, hayotdan ham uzilib qolyapmiz. Endi kimgadir qiziq emasda, o'sha ko'pchilik qiziq deb aytishyapti, o'shanga video qo'yapman-da, bo'lmasa video qo'ymasdim men. Lekin hali suv chiqqan yo'q akalar. Endi Allohga oson, Allohdan so'rayapmiz, kunda duo qilyapmiz. Nima ham derdi endi, suv bilmadim endi. Biz sabr qilamiz akalar, ko'laveramiz, ko'ylashda davom etamiz. Xudo xolasa inshaalloh bu qudug'imizdan ham suv chiqaramiz. Suv chiqarmasak shuncha mehnatimiz jalga ketadi. O'zi qaranglar,